أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bugünkü dersimiz birinci ders Allah'ını tunuş. Allah'ını tunuş. Bugünkü dersimizde iki çoğun mazmun öğrenimiz. Birincisi Allah'ını tunuşunun züruriyeti. Allah'ını tunuşunun züruriyeti. İkincisi Allah Teala'nın insanlara bergen hidayetleri. Yani şu iki temiz topluluk ötümüz. Ondan biz keleyli birincisiga Allah'ını tunuşunun züruriyeti. Yani biz Allah'ını hemimiz kichikimizdan tatib, hemimiz Müslüman aile çoğun olganligimiz için Allah'ını tunugan halatda çoğun bulduk şunda ama hemen Allah'ını tunuysizlar. Ama lekin Allah'ını tunuyamagan nurg'unlagan insanlar var. Şunlaşqa şu Allah tunuşunun züruriyetini so'zlab o'tamiz, balla qarang. Avval bu to'g'risidagi Qur'on Karimdagi oyatlardan boshlaylik. Oyatni qaysini o'qib baqsizlar? معلما آمين أختص Amina. معلما أختص بسمية Amina. معلما فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Bilgin ki Allah'tan başka hiç mebud berhak yoktur. Günahın üçün ayal müminler üçün mağfiret edilgen. Allah sana bu dünyadaki hareketlerini ve ahiretteki cayınlarını bildi. Şuna ahiretlik üçün tayininglar. Yaxshi, maşallah. Qarang. Allah Taala Qur'on Karimda fa'lam annahu la ilaha illalloh deydi. Fa'lam degan gap desanglar, bilgin degan fe'l. Yani bilgin deb Allah Taala bizga buyruq qilyapti. Bilgin degan gap bu, shuni o'rgangin, bilmasang qatti bo'lmaydi deb Allah Taala bizga buyruq qilyapti. Bu bilmasak bo'lmaydigan ilm nima bo'lsanglar, annahu la ilaha illalloh, Allah'tan başqa hech mabudning yo'qligiga, Allah'tan başqa ilohning yo'qligini biz chuqur bilishimiz kerak. Yani Allah'tan başqa ilohning yo'qligiga aloqador bo'lgan diniy bilimlarni o'rganish biz uchun nihoyatda zarur bo'lgan, farz bo'lgan bir amal. Yani bu oyatdan biz fa'lam annahu la ilaha illalloh degan bu oyatdan Allah'ni bilish ilmini o'rganishniki farz ayn ekanligini degan hukmni chiqara olamiz. Yani olimlar shunday hukm chiqargan. Allah'ni tunish ilmini o'rganish, yani tavhid ilmini o'rganish har bir ayol musulmonga farz ayn bo'lgan masala. Yani farzlar ikki turli bo'ladi. Shunday ama birisi farz ayn, yani birisi farz kifay. Farz ayn degan gap har bir inson shu ishni o'zi qilmag'ichilik, gadindan saqitib ketmaydigan shunday farzlarni biz farz ayn deymiz. Yani boshqalar uni o'rniga qilib qo'yolmaydi buni. Boshqalar bizning o'rnimizga Allah'ni tunib turadigan bu ilmlarni o'rganib qo'yolmaydi. Ota-onamiz bilganga sabab emas. Men deganning ustozning bolasi, men degan qarining bolasi deb ota-onalar qanchalik bilsinmi, endi sizlar o'zinglar o'rganmagichilik nima qana oldu? Bu farz bizning gandimizdan saqit bo'lmaydi. Shuningcha shu hukmni bilishimiz kerak. Allah'ni bilish ilmini o'rganish farz ayn, nihoyatda muhim bo'lgan masala. Agar Allah'ni bilmasak biz, Allah'ni tunamasak, bu dunyoda ajoyib ishlar kelib chiqadi. Ajoyib ishlar kelib chiqadi. Yani Allah'ni tunamagan insonlarning bu dunyodagi va oxirat hayoti qanday bo'ladi degan bir savol haqida to'xtalib boqaylik. Allah'ni tunamagan insonlar bu dunyoda qanday yashaydi va oxirat hayoti qanday bo'ladi? Qaysilar tushungan deb baqsizlar? Men Amina deb baqsam. Amina deb baqma. Allah'ın tutunduğu insan bu dünyada baxtli olaması mümkün. Hem bu dünyada belki bay yaşap ya bulup ketken bolsun, lekin ahirette yan dozak köydü. Maşallah. Yine qaysini deb baqsil balla? Ben Rahime men de bak. Rahime deb baqma. Ben cuma Allah sanmay ketiverse ahirette azap çıkıyor. Trendek asla bulup kaldı.
Yaxshi, maşallah. Allah'ın tanımagan insan ahiretde azap tatıdı. Ahiretde nemisini, ahvalini hemen yaxshi bildi ekansizlar. Yaxshi, maşallah. Yine kimde bakıdı? Ustaz anda bakar Zekeriya Abdurrahman. Abdurrahman deb bakman. Söz mening tushunchim bu. Masalan, dunyoning eng boyliq, ya'ni boy inson bo'lsakmi, ichimizda bitta xo'sh olmagan yer bo'lgan, bo'shliq qoldi. Bu ya'ni iymon bilan bo'lsak bo'ldi, iymonsiz bo'lgan odam, ya'ni har qancha boy olsun-u, lüks mashinalari, uylari olsun-u, hech qanday xush bo'lmaydi. Yaxshi, maşallah. Allah razı olsun sizlerden. Yani sabah hemenler degenge o'xshash. Yani shundoq Allohga ishonmagan insonchi bu dunyoda ming puli bor, ming bayashat o'simi sizlar degandek ko'ngli qat'iy xotirjam bo'lolmaydi. Ko'ngil aram topolmaydi. Yani Allohni tunimagan inson balki deyish mumkin bu dunyo shundoq qarasak baylar bayashat yashayotgan, kambag'allar jafo tortayotgan, shundaqmi? Andan keyin zolimlar ojizlarni bo'zaq qilayotgan, shunday bir dunyoda yashayotimiz. Endi bu dunyoninki yeni bir dunyosi bo'lishi kerak, oxirati bo'lishi kerak. Chuqur bu dunyoda bo'zaq qilinganlar oxirat kunisi o'ziniki nimasini intiqomini olish kerak. Bu dunyoda chu boshqalarni bo'zaq qilganlar uning jazosini tortish kerak. Bu dunyoda Alloh uchun jafo chekkanlar uning ajr mukofotini ko'rish kerak. Shundaqmi bolalar? Yani ahiretden ibaret yeni bir dünya bulmasa insanın kalbi qat'iy xotirjam bo'lolmaydi. Bugun mesela birisi bizni bo'zaq qilib oldi deyli, biz qanday qilamiz? Bizni bo'zaq qilgan bo'lsa biz yani qo'limizdan kelsa o'ch olamiz, qo'limizdan kelmasicha Alloh qo'yib qo'yamiz. Oxirat qo'yib qo'yamiz. Shundaqmi? Yani bu kofirlar, mayli Allohni taniyolmagan insonlarchi, yani o'zining nima uchun yashayotganligini, bu dunyoga nima uchun kelganini bilmagan holatda qop-qorong'u bir dunyoning ichida yashaydi. Qop-qorong'u bir dunyoning ichida yashaydi. Ularligi dunyoninki butun qimmatini moddiy narsadan izlaydi. Pul orqali belgilaydi hamma narsaning qimmatini. Hech qachon bir ma'naviy dunyosi bo'lmaydi u insonlarniki. Ma'naviy dunyosi bo'lmaydi. Boshqalarga bir yaxshilik qilaychi men deydigan narsa bo'lmaydi ularda. Hamma narsa shu pulga, moddiy narsaga bog'laydi. Allohni tunigan insondachu yaxshilik degan narsa bo'ldi. Alloh rizosi uchun maishni qilaychi deb boshqalarga yaxshilik yetkazadigan ishlar bo'ladi. Allohni tunigan insonninkichu go'zal axloqi go'zal bo'ladi. Axloqi go'zal bo'ladi. Fazilatlik amallari ko'p bo'ladi. Allohni tunigan insonninchu qilgan ishlari hammasi nachar. Nachar ishlar qiladi. Allohni tunigan insonlar shu Allohni tuniyolmaganlikdan dunyoda qanday askish bo'lsa hammasini qilib boqadi. Hammasini qilib boqadi. Yani işte Allah'ın tanıyamagan insanların dünyası qop-qorong'u, qalbi qetib ketgan, shunda holatda yashaydi. Allohni tanigandan keyin ularning dunyosi yuriydi. Dunyosi yuriydi, ha? Endi qarab boqaylik, Allohni tanimagan insonlar, masalan, butparastlar, shundaymi? Bu butparastlar mush Allohni tanimagan, o'zi yasab olgan mush butlarga ibodat qilib o'tadi. Bu butlar ya yog'ochdan, ya toshdan, ya boshqa bir metallardan yasaldi, shundaqmi? Mush yasab olgan narsaga qarab ular ibodat qildi. Bu butlar ya gap qilolmaydi, ya anglayolmaydi, ya mangolmaydi. Ish qilib, hech qanday bir ish qo'ldan kelmaydi bu butlarningki. Shunday holatdami bular butga cho'qinadi. Butga cho'qingan bu insonlar noyitim aqlsiz, noyitim dod. Dunyolikda dunyoda hech qanday bir lazzat ololmay ashuna o'tkazadigan insonlar bular. Endi mala qarab qo'yinglar bolalar. Bu shaytonga ibodat qilganlar. Bu bularchi qarang burun yo'qdi. Burungi zamonlarda bunda shaytonga ibodat qilgan insonlar yo'qdi. Bu yangidan chiqqan bir din, ya'ni shayton dini deb yangidan chiqqan bir din. Bular ajoyib qo'rqinchli qanday. Kiyvagan kiyimlar qarsangmi, chiroyi qarsangmi deb qo'qqisi kelgan shundaqmi? İnsanlıktan chiqib ketgan. Bular bizni shayton yaratdi deb shaytonning yo'lida manglagan, shaytonning agash kuchilari. Yani uçuk aşkara shaytonning agash kuchilari. Yani Allah'ın tanımagan çağda mana shunda shaytonning kayinda manglagan gap. Shaytonning kayinda manglagan mushundaq içini chiq ahvollar kelib chiqdi. Mağlachu o'tqichi qo'ndiganlar. O'tqichi qo'ndiganlar burungi zamonlarda nihoyat ko'pdi. Hozir az sonda bo'lishi mumkin. Yani az bilmagan yerda bo'lishi mumkin endi, lekin mushunda o'tqichi qo'ndigan insonlar nurg'un yashab o'tgan. Yani bu o't
zamindagi bor narsani ko'ydirib pul qiladigan narsa qandoqmi bir insonni yarata olsin, qandoqmi bir narsani borliqqa keltira olsin. Ya'ni bumi insonning qanchalik ruhiy dunyosining qorong'uligini, qanchalik kallasining ishlamaganligini bildirib turadigan bir alomat bu. Mana qarasanglar, kalaga ibodat qilgan insonlar bor. Hozir Hindistonda kalaga ibodat qilganlar hozirmi noyatimi ko'p. Noyatimi ko'p. Kalani o'ziniki ilohiy deb qaraydi. Bu yerda kalaning go'shtini yemaydi. Kala go'shti yesangiz achchiq keladi. Ya'ni kalani o'zining shundoq o'zining ilohiy o'rnida ko'radi. Mana o'lib ketsa, Kala o'lib ketsin, ilohimiz o'lib ketdi deb ashunda noyatimi yig'lab, ta'ziyalarni bildirib, yeni bir kalani uni o'rniga tiklaydi qachon. Hakikaten de şundaymi? Andan keyin mushu bo'riga cho'qingan ahvollar, hatto bizning millatimizda ham bo'riga cho'qingan ahvol bo'lgan. Bo'rini ashundaq noyatimi qussal iloh o'rnida ko'rgan ashundaq ishlar bo'lgan. Ya'ni bularni yig'ib aytgan chog'da nimani bilamiz bulardan desanglar, ya'ni Allohni tunamagan vaqtimizda mana shundaq o'z yasab olgan butlarni, atrofida ani beqibatgan kalalarni, o'rmondagi bo'rilarni, sinayotgan o'tlarni, ashundaq hatto shaytonni o'ziga iloh qiladigan ahvolga chiqadi. Mushu atashparastlar haqida bir video ko'rgandim men. Bu qanday qilib o't cho'qinganida deb kallamni qattiq yetkazamadim-da endi. Bu o't deganning hech bir buni ahli olmaydi. Masalan, butni hamda qarasa bir undaq oldiga tiklab qo'yib iborat qildi deylik. Burundan tortib bo'ladi bu parastlik. Nuh alayhisalom davridan boshlab qol. Endi mol qattiq kallamni ko'z qo'llamay qarasam, nima deydi desanglar? Ular ota-bobolarning dini ekan bu. Ota-bobolarimiz o'tga cho'qinib kelgan bo'lg'achqa, ular boshqa narsani bilmagachga shu o'tga cho'qinib ketdi. Ondan keyin bu o'tda pishirgan narsalar, masalan, o'ylab kelib, go'shtlarni pishirdi o'tda. O'tni pishirib kelgandan keyin deydi ekanki, bizga Tangrimiz bizga yeydigan narsa berdi, bizni rizqlantirdi deb munda o'ylaydik. Munda iborat qiladi ekan. Tushundinglarmi bolalar? Ya'ni Alloh taoloning tunmagan insonlarningki holi qanday bo'ladi ekan? Dunyodami xushal quram, ko'ngil xotirjam, bunda o'tolmaydi ekan, shundaymi? Hech qanday bir nimasi, o'zining nishoni yoki bo'lmasa bir g'oyasi bo'lmaydi ekan bunda kishiniki. Oxiratdagi hayoti endi Allohning azobiga uchrashlar o'tadi. Allohni tunmagan kishilar. Endi bunda deyish mumkin ba'zi kishilar, qarang. Allohni tunmagan kishilarning ba'zilari Alloh meni hidoyat qilmaganligi uchun men kofir bo'lib qoldim. Yani Allah meni bu kafir yaratib qo'yibdi. Mening hech bir gunohim yo'q. Qiyomatda azob chekishim adolatsizlik deyish mumkin. Endi bunlar deganlik nima deymiz endi? Haqiqatan shundaqmi? Alloh taolo hidoyat qilmaganligi uchun kafir bo'lib qoldimi u kishi? O kishining hech qanday gunohi yo'qmi? Qiyomatda ularga azob chekish adolatsizlik hisoblanadi. Qaysini deb baqisizlar? Men deb baqsam. Ha, deb baqma. O yalgancılık oldu çünkü özü o atamın dini de aslında üstlenip asla kırıvagan. He maşallah. Atamın dininde kalısını şetmegen şundaymi? Haqiqiy to'g'ri dinni tepish uchun, Alloh o'zi yaratgan Rabbini tonish uchun hech qanday bir kuch chiqarmagan. Boshqalar uningga to'g'ri yo'lni ko'rsatib, gap qismi uni anglamas qilgan. Shundaymi? Yaxshi, maşallah. Amina. Peygamber sallallahu aleyhi Allah peygamberimi özüne elçi kılıp eversini, yani Peygamber sallallahu sen yalvar sözüldüğün deb düşünmedim. Nurg'un kabirlar ishonmagan. Yaxshi, maşallah. Qarang, endi buningga biz qanday radiya qaytiramiz? Mana deganlarningki, deganlarga biz nima deymiz degan chog'da bugungi darsimiz orqali javob beramiz. Qarang. Alloh taolo butun insonlarga Dünyada yaralgan bütün insanların hammasiga o'zini tunutish uchun nurg'un hidoyatlarni bergan. O'zini tunutgan boshqalarga. Endi bu hidoyatlarningki birinchisi qaranglar, yaratilish fitrati. Yaratilish fitrati. Alloh taolo har bir insonni mushu dunyoga kelishdan burun ruhlarini yaratgan. Ruhlarning hammasiga Alloh o'zini tunutgan. Men sening Robbinglar, seni men yaratdim deb bütün ruhlar o'zini tunutgan. Shuningdan o ruhlar dunyoga kelgandan keyin, tug'ilgandan keyinchi
Yani Allah'ni tonuğan asas tug'iladi. Qara Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir hadisda bunday degan qaranglar. Her bir tug'ilg'uchi Allohni tunish fitrati ustida tug'ilgandir. Ata-onasi uni ya Yahudi qiladi, ya Nasara qiladi yoki Majusi qiladi deydi. Yani har bir tug'ilg'uchi Allohni tunish fitratining ustiga tug'ilgan. Allohni tunigan holatda tug'iladi. Mayli musulmonning bolasi bo'lsin, mayli kofirning bolasi bo'lsin, mayli u xristianning, yahudining yoki bo'lmasa boshqa bir dinliklarning bolasi bo'lsin, har qanday bir bovoq Allohni tunigan asas tug'iladi ekan. Ata-onasi uni keyin ya uni o'z Yahudi qiladi, shundan o'z Nasara qiladi, Majusi qiladi, ashunda tarbiyalaydi. Ammo lekin bunda ata-onasininkilar bunda tarbiyalab qo'yishi u kishininki taqdirini belgilamaydi. Yani ata-onasini holatda tarbiyalagan holatdami Alloh taolo bu kishilarning hammasiga yana o'zini tunish uchun boshqa hidoyatlarni bergan. Yani tug'iliblar ata-onasini tashlab qo'ymagan. Yani jamiyatdan iborat yeni bir muhitda biz yashayotgan. Shundami bu yerda nurg'un insonlar yashaydi. Endi yana Alloh taoloniki her bir insonga bergan ikkinchi hidoyati sezgu hidoyati. Allah Teala hammamizga ko'zimizni berdi. Bu ko'z orqali dunyodagi narsalarni ko'rsin, Allohni tunisin, Allohning mo'jizalarini ko'rsin deb Alloh Teala bizga ko'zimizni berdi. Ondan keyin Allohning mushu nimasini, mo'jizalarini, Allohning qudratini anglasin deb bizga quloqimizni berdi. Burnimizni berdi purash uchun. Yana terimizni berdi. Daq silab mamanasining bilan qandoqligini biladigan holatda terimizni berdi. Tilimizni berdi. Tilimiz hem tetiydi, hem bu ağzımız so'zlaydi, shundami? Mushundaq a'zolarimizni bizga berdi. Bu a'zolarning ichida hammadan bek muhimi nima? Ko'z, quloq va og'iz. Ko'z, quloq va og'iz degan til. Mushu a'zolar bizniki nurg'un narsalarni bilishimizga yetib boshadi. Masalan biz maktabda bir dars o'rganmoqchi bo'lsak, nimamizni ishlatamiz? Kitob qarash uchun ko'zimizni ishlatamiz. O'qituvchining so'zini anglash uchun quloqimizni ishlatamiz. Shundami? Yozish uchun qo'limizni ishlatamiz. Anandan keyin so'zlash uchun og'zimizni ishlatamiz. Shundami? Nafas olish uchun burnimizni purash uchun. Mushu sezgilarimiz bilan nurg'un narsani o'rgana olamiz. Hech qanday narsa bilmagan bir bola maktabga kirdi 5 yosh vaqtida, undan keyin mush sezgilarini ishlatib turib, nurg'un narsani o'rgana oladi. Shundami bolalar? Nurg'un narsani o'rgana oladi. Qaysi ish to'g'ri, qaysi ish xato, hammani bila oladi. Alloh taolo mana bu sezgilarni bütün insonlarga berdi. Mayli u kofir bo'lsin, mayli u musulmon bo'lsin, hech qanday kishini ayab qolmay, mushuna sezgilarimizning hammasini bizga berdi. Bu bergan sezgilarimizni nima ishlatishimiz kerak? Allohni tanishga ishlatishimiz kerak. Endi inshaalloh mumkin ba'zilarga bermaydi-ku, ba'zilarning ko'zi tug'mi qarg'u, ba'zilarningki quloq anglamaydi-ku, ba'zilar miyib-ku deb deyishingiz mumkin. Bunun da Allah'ın bir hikmeti var. Allah Teala şu bendeni sınaş için berdi. Ama quloq anglamaydigan bir adamga, so'zlayolmaydigan bir adamga Allah Teala namoz o'qing demaydi. Qilisi ishlamaydigan bir adamga hargizmi namoz o'qigan, ibodat qilgan, ro'za tutgan deb o ta'kidlarni bermaydi. Ularning shu qiyomat kunisi hisob olmaydi Allah Teala o qilolmaydigan ishlaridan. Ammo bizga o'xshash ko'z ko'radigan, quloq anglaydigan, qo'li tutadigan, og'iz so'zlaydigan insonlarning hammasidan tulluq hesab qiladi. Avu izliqi ko'z ko'rmaydigan masalan, ashtaq meyib odamlarga qarab turib, Alloh taolo bizni ibrat olsin deb ularni shunday yaratgan. Ya'ni mush ko'zimizni ko'radigan qilib yaralganligi uchun Alloh taologa shukr etishimiz kerak. Quloqimizning anglash uchun Alloh taologa shukr etishimiz kerak. Har bir ishda Allohningki bizga bergan bir hikmati bor. Endi qarab boqaylik, mana rasmga qarab boqinglar. Bu resimde tabiat dünyasındaki bazı nesneler resimleri var. Mesela dal-daraxtlar qarang. Dal-daraxtlar. Mushu biz yaşayotgan zaminninki nurg'un yerlarda har xil turdagi dal-daraxtlar bor. Bu dal-daraxtlarga qarasak, hammasininki yupurmoqlarininki shakli o'xshamaydi, rengi o'xshamaydi, gullar bir-biriga o'xshamaydi, har xil har yangi yechiladi. Hattoki bir tub daraxtga qarasanglar, bir tub daraxtni shuni ko'rsataylik. Bir tub daraxtning ustida yupurmog'i butunlay bir-biriga o'xshaydigan, o'xshash yupurmoq topib bo'lmaydi.
Yani tabiat dünyası nayetimi rəngda, nayetimi rəngda. Her bir canlığa qarsak, həmmə nəs bir-birisiga o'xshamağanligini ko'ramiz. Mavya qarab yaqinlar. Bu yerda jiq daraxt yo'qkan, ammo lekin mav tabiatning rangiga qarab yaqinlar. Ranglari nima degan chiroyli, bir-birisiga o'xshamaydigan ranglar. Har bir mush yechib ketgan g'azonlarningki shakliga qarab yaqinlar, bir-birisiga qat'iy o'xshamaydi. Bir-birisiga qat'iy o'xshamaydi. Mav beliqqa qarab yaqinlar, beliqning ranglariga, shakllariga qarab yaqinlar. Dunyoda nurg'un beliqlar bor. Shundan nurg'un millionlagan turdagi beliqlar bor. Bu beliqlarning o'xshash turdagi beliqlarni qarasaqmi, bir-birisiga tamamen o'xshaydigan beliqni topib bo'lamdi, bo'lmaydi. Hammasiniki shundaq rang jihatdan bo'lsin, shakl jihatdan bo'lsin, hammasi farqlandi. Yine mushundaq farqlantirib turib, dunyodagi millionlagan, milliardlagan mushundaq narsalarni, o'xshash turdagi narsalarni bir-birisiga o'xshamaydigan qilib yaratgan Alloh nima degan qudratlik. Shundaqmi? Nima degan qudratlik? Bu dunyoni mushundaq hammani biladigan bir zot bo'lganligi uchun mushundaq yarata oladi. Bir zot yarata oladi buni. Shunlashqa mushu tabiatdagi narsalarga qarab turib, biz Allohning birligini mushu ko'zimiz orqali qanaq olaymiz? Ko'rib tushuna olamiz. Yine-chu anglash sezgimiz bor, shundaqmi bolalar? Anglash sezgimiz bor. Anglab boqaylik, masalan, insonlarniki, masalan, Uyg'ur so'zlaydigan Uyg'urlarni misol keltiraylik. Hammamiz o'xshash tilda, o'xshash gapni qilsaqmi, bir-birimizniki ovozi farqlanadi. Bir-birimizga qat'iy o'xshamaydi. O'zini ko'may turib, tunadigan odamlarniki ovozidan uning kimligini farqlantira olamiz. Hammaning ovozini shunday o'xshamaydigan qilib yaratgan Alloh taolo. Hatto mushu qushlarning, hayvonotlarning ovozimi shunday. Ularningki sidqi shaklidan farqlanib qolmasdan, ularning chiqargan ovozimi bir-biriga o'xshamaydi. Bir qotandagi qo'yni, misol keltiraylik, bir padachining bir qotanda qo'yib desak, qo'yniki hammasi bir xil ovoz chiqadigan madar. Bir xil ovoz chiqadi, bir xil gapni qila oladi. Ammo lekin ashu padachi qo'ylarga ko'may tursinmi, ashdan ovozi qarab turib, qas qo'yning ma'rivatqiligini farqlantira oladi. Ya'ni mush qo'ylarning bir-birisiga bo'lgan ovozimi farqlanadi hattoki. To'xularni shundoq, masalan, boshqa hayvonotlarni shundoq, to'xuning tuxumi qarasaqmi, hammasi o'xshash shakl, ammo lekin bir-birisiga tamamen o'xshaydigan ikki xil tuxumni topib bo'lmaydi. Bularning hammasi Allohning birligining va barligining dalillari. Yani biz bunu sezgilerimizden bilelaydigan, aqlimizdan tafakkur qilib bilelaydigan nimalar. Mana mevlar qarab yaqinlar bolalar. Mevlar qarasanglar, mevlarning hammasining ranglari shunchalik bir-biriga o'xshamaydi, shundaqmi? Üzümga qarasaqmi, üzümning rangi bir-biriga o'xshamaydigan qaranglar. Üzümning o'xshamaydigan ranglari. Shaklimi o'xshamaydi, bir-biriga tamamen o'xshaydigan bir sapaqning ichida bir-biriga tamamen o'xshaydigan ikkita üzümni topolmaysizlar bolalar. Kichikgina girdim bo'lsa-mu, millimetr hisoblab kelsanlar, hammasidan farq chiqadi. Bularning-chu ta'mi birisiga o'xshamdi, o'xshamaydi deb baqsaq, hamma mevaning o'ziga xos bir ta'mi bor. Hammasining o'ziga xos puruqi bor. Ondan keyin shakllari o'xshamaydi. Bunday tutib baqsaqchu, hammasining bergan sezimi o'xshamaydi. Ba'zilari sovuq bo'ladi, ba'zilari yo'l bo'ladi, ba'zilari siliq bo'ladi, ba'zilari qotur bo'ladi, ba'zilari tuklik bo'ladi degandek tutib kelsekmi, hammasiniki semisi qanaliqi sezgisi o'xshamaydi. Ko'z ko'maydigan bir odam mush mevlarning hammasini bir tasqaldiga kelib qo'ysa, do'q tutib yiqib, mamanasiga ko'zini tutib qo'ysaqmi, qanaqa qilaydi, tutib turib bilalaydi. Yani tutuş sezgiler orqali bilalaydi. Yani bu sezgilerimiz bizni Allohni tunish uchun bizga yordam beradigan, yani bütün insonlarga berilgan ikkinchi hidoyat. Alloh taolo qiyomat kuni siz so'raydi, men sizlarga shunday ko'zni bermadimmi, quloqni bermadimmi deb so'raydi. Men oyatni o'qib boqaylik, mush oyatni o'qigandan keyin tegim yaxshi his qilamiz. Oyatni qasini o'qib boqsa bolalar. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام
كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Maşallah. Uyg'ursini qasını o'qitaqsizlar. Mal ben okumaksam Sümeyye. Sümeyye o'qiymi? Şek şüphesiz ki cin ve insanlardan nurg'unlarini dozaqqa yig'ilg'u bo'lish uchun yaratdik. Ular dilleri bo'lg'ini bilenmi o arqılık haqni tushunmaydi. Ular ko'zlari bo'lgan bilenmi o arqılık Allah'ın kudretinin delillerini görmeydi. Ular kulakları bo'lgan bilenmi o arqılık Allah'ın ayetlerini ibret ilip tanışmaydı. Ular go'yo hayvan o'xshaydi. Hayvandan beter gumrohdir. Ana shular g'ofildir. Yaxshi, maşallah, maşallah. Yaxshi, maşallah. Qaranglar. Şek şüphesizki cin ve insanlardan nurg'unlarini dozaqqa yiqilg'u bo'lish uchun yaratdik. Ular dillari bo'lgan bilanmi u orqali haqni tushunmaydi. Ular ko'zlari bo'lgan bilanmi u orqali Allohning qudratining dalillarini ko'rmaydi. Ular quloqlari bo'lgan bilanmi u orqali Allohning oyatlarini ibrat ila ting'ishmaydi. Ular go'yo hayvonga o'xshaydi. Hayvandan better gumrohdir. Ana shular g'ofildir deydi. Qaranglar. Dozaqqa yiqilib bo'lish uchun yaratilgan bu cin insanlar bilan jinlarning davatida Alloh taolo nurg'unlarini dozaqqa yiqilib qilamiz deydi. Yani bu qanday insanlarga dozaqqa yiqilib bo'lgan desa, qalbi bor, shundaymi? Qalbi bor, ammo lekin haqni tushunmaydi. Boshqalar deb tursinmi, yo'q deb qabul qilib unmaydi. Ko'zi bor, ammo lekin ko'rmaydi. Ko'zi bor, ko'rishni xohlamaydi yani. Ko'rishni xohlamaydi. Quloqlari bor, tanışmaydı. Kuluğu ba anlaydı ama lekin tanışını xalamaydı. Bəzi ballar var o mesela nəsihət qılıb yaqılıvatsın mı? Yok ya anlığandak oturdu ama lekin anlamaydı, anlaşını xalamaydı. Mani körün deb kitapdan birini ekilib, manında Allah'ın qudretini göstərən dəlilləri barkən ballar. Mani körüb ögünün deb Allah'a kəpbəsin. Közü ba o balanın oxuyalaydı ama körüşünü xalamdı, oxuşunu xalamaydı. Gözleri görmeydi. Kulakları bağlı tanışılmaydı. Ondan keyin bularni Alloh taolo nimaga o'xshaydi desanlar, ular go'yo hayvonga o'xshaydi deydi qarang. Hayvonga o'xshaydi. Hayvondan better gumrohdir. Ana shular g'ofildir deydi. Hayvondan better gumroh. Hayvondan better kimga qoldi bular deydi. Hayvonlar azob tatmaydi qiyomat kuni shundami? Ular faqat bir-biriga aziyat qilgan bo'lsa shuni uchinib turib Alloh taolo hammasini tuproqqa aylantirib o'tadi. Hayvanatlar nima kirmaydi, dozaqqa jannatga kirmaydi. Ammo mavu qulug'i bo'lgan bilan anglag'lanmaydigan, ko'zi bo'lgan bilan ko'nglanmaydigan, qalbi bo'lgan bilan tushunlanmaydigan odamlarni Alloh taolo hayvondan better ashunda bir gumrohlik ichida ular ashunda g'ofil holatda yashaydi deydi. Shunlashqa Allah yaratgan bu sezgilerimizni Allah'ni tunish uchun ishlatishimiz kerak. Endi kerak üçüncü hidayet akıl hidayeti. Allah Taala bütün insanların hammasiga aqlni bergan. Aqlimizni ishlatib tafakkur qilish orqali Allohning borlig'ini biz bilalaymiz. Endi ba'zilar qaranglar, Allohni ko'rolmaganligi uchun ishonmaymiz deydi. Bunga nima deb javob qaytaramiz? Allohni biz ko'rolmasak qanday ishonamiz? Butlarimiz oldimizda turibdi, ko'rib o'tibmiz, shunga ishonamiz deydigan mundaq insonlar bor. Bunga nima deb javob qaytaramiz degan chog'da qaranglar. Nurg'un insonlar bütün insanlar nurg'un narsani ko'rmay turib ishindi. Masalan, to'qsimining ichida to'qning balig'ini, to'qni ko'rmay turib ishonamizmi? Hammamiz ishonamiz. To'q bor deb turib ishonamiz. To'qni asli ko'rib baxmadiq, tutib baxmadiq to'qni, ammo lekin to'qsimining to'qning balig'ini bilamiz. Ma'lum süt, shundan inakdan chiqadigan süt. Sütning ichida yog' bor desa, teri yog'ini chap chiqargan qarab turib, ha, sütning ichida yog' bor ekan deymiz. Ama sütü qarab turib sütning ichida yog'ini ko'ralayimizmi? Ko'rolmaymiz. Ba'zi sütning tarkibida kalsiy, andaq moddalar bor deb nurg'un moddalarni so'zlab bergan bo'lsa, bir kitobda yozilgan bo'lsa, biz uni moddalarni ko'may turib balig'i ishonimizmi? Shunga xabarga asosan, ashlarning bergan belgisiga asosan, albatta ishonamiz. Ko'may turib uning ishonamiz. Koronavirusga qaranglar. Biz koronavirusni ko'zimizdan ko'rib baxmadik, ko'zdan ko'rib bo'lmaydigan darajada kichik bir virus bu. Ammo lekin bir doktor bir kasalga
sen korona olup kapsan dep tekşürüşler qılıp korona olup kapsan dep çıqalgan bolsa bu kişi yo'q men bu virusni ko'rolmadim ishonmayman demdi yo'q demaydi doktor biladi buni doktor degan bo'lg'achqa ko'rmasammi men shu korona o'xshayman deydi hech qilmaysan men ko'rmagandan keyin ishonmayman deb turolmaydi buningga kasallik kelgan chog'da endi behchiq misol keltirib mana so'zib o'tay qaranglar masalan birisi bizga men palon bir shaharga berib keldim o shahar bek chiroyli ekan bir bundoq bir ko'rik bor ekan bundoq daryolari bor ekan odamlar andoq ekan bundoq ekan deb shu shahar haqida bir so'zlab bergan bo'lsa biz uning ishonimizni so'zlab berganiga ishonamiz shundaqmi ishonchli odam bo'lsa uning gapiga ishonamiz yo'q men ko'zim bilan ko'rmaganiga uning ishonmayman deb turib olamizmi turolmaymiz ya'ni insonlarning tabiatida nurg'un narsaga ko'rmay turib ishonadi nima uchun Allohni ko'rmaganligi uchun men ishonmayman deb turib oladi ularga mushundaq nurg'un misollarga keltirib qilib ularga raddiya qaytara olamiz ya'ni Allohni ko'rmaganligimiz bu bizning ko'zimizning qudratini yetmaganligidan bo'lgan alloh taolo noyatda buyuk zot alloh taolo nur shundoq ya'ni Alloh arshning ustida bizning ko'zimiz biz Alloh yaratgan ojiz bir maxluqot bo'lganligimiz uchun bizning ko'zimiz noyatda cheklik doiradagi narsani ko'ralaydi qorong'udagi narsani ko'rolmaymiz shundan bolalar qorong'ulik narsani ko'rolmaymiz bek oppoq oydinib ketsami ko'rolmaymiz bu narsalarni kunga qarab yaqinlar undan keyin oppoq narsani ochadimi ba'zi ko'zimiz ko'rmagandek bo'lib qoladi undan boshqacha tamdan keyingi narsani ko'rolmaymiz keynimizgi narsani ko'rolmaymiz ya'ni bizning ko'zimiz shu 7 xil rangning doirasidagi ozgina narsani ko'ralaydi ya'ni uningdan sirtgasi ko'rolmaydi alloh taolo bizning ko'zimizning ko'rish qudratini o'zini ko'ralaydigan darajada yaratmagan shuning uchun biz Allohni ko'rolmaymiz endi gap qiling biz aqlimizni ko'rolmaymiz lekin bu babog'ini ishonamiz to'g'ri aql degan narsani ko'rolmaymiz ruhni ko'rolmaymiz ammo ruhning borligiga ishonamiz shundaymi muallim havomi bor havoni bor havoni ko'rolmaymiz internetni bor internetni ko'rolmaymiz lekin internetning bor yo'qligini bilamiz shundaymi shundoq nurg'un narsani ko'rmay turib biz ishongan bo'lg'achqa Allohni ko'rmagach ishonmadim deganlarga ularning gapi butunlay yolg'on butun asossiz hech qanday asos yo'q endi qaraylik ba'zilar nima deyotgan insonlar ba'zilar olamni hech kim yaratmagan tasodifiy paydo bo'lib qolgan deydi ekan buni nima deymiz endi ba'zi deydi ekanki tabiiy bu biz yashayotgan yer shari bir patlashlar paydo bo'lgan bir patlashlar paydo bo'lgan ondan keyin tabiat o'zigidan shakllangan bu bizni uni hech kim yaratmagan tasodifiy paydo bo'lib qolgan jonliqlarmi zamonning tasodifiy paydo bo'lib qolgan deydigan kishilar bor ekan hatto Darwin deb bir odamning bir nazariyasi bor Darwin nazariyasi hozir u nurg'un odamlar ishonmaydi u Darwin nima deydi desanglar tabiat tasodifiy paydo bo'lib qolgan patlashdan keyin undan keyin suvning ichida bir hujaylik jonliqlar shakllangan undan keyin u bir hujaylik jonliq ko'p hujaylik jonliqlarga aylangan undan baliqlar shakllangan baliqdan qo'shmakorliklar shakllangan qo'shmakorlikdan keyin bundaq yabig'illar shakllangan undan keyin boshqa hayvonotlar hayvonotlar ichidagi maymundan insonlar shakllangan deb mana bir nazariya o'tirib qo'ygan buningga nurg'un odamlar ishongan u gapiga hozirgi shundaqlar yo'q deb qarayman endi shunda bir nazariya o'tirib qo'ysimi haqlar ashta o'xshaydi deb shunga ishongan inson tafakkur qilib beqish kerak endi bu bir narsa qandoq bir narsa tasodif paydo bo'lib qoladi dunyoda masalan endi misol keltirib boqaylik masalan ma somka shundaqmi birsimizning somkasi deylik somkamizning ichiga ya ko'zoynak ya soat ya bundaq rasm tortish apparati deylik o'sha narsaning birisi kirib qolgan bo'lsa biz buni nima o'ylaymiz voy paydo bo'lib qolibdi somkamning ichiga deb o'ylaymizmi hargiz unday o'ylamaymiz shundaqmi deb o'ylaymiz birisi qo'yib qo'ygan o'xshaydi deymiz shundaqmi men xatolik qilib somkamni ushlab qo'yaptiman bir somkamni ushlab qo'ymasa nerdan paydo bo'lib qoldi bu deymiz shundaqmi ya'ni hech qanday narsa o'zidan paydo bo'lib qolmaydi hech qanday narsa o'zidan bir yerga kelib qolmaydi chuqur uni kelib qo'ygan birisi bor uni
yasab qo'ygan birisi bor, uni paydo qilgan birisi bor. Yani dunyoda hech qanday narsa o'zidan paydo bo'lib qolmaydi. Bu o'zidan paydo qilish aqlga hech muvofiq emas. Inson aqliga hech muvofiq emas. Masalan, Madurini birisi o'zidan paydo bo'lib qopti Madurilar desa. Ishimizmi billah? O'zidan paydo bo'lib qopti. Rahmanlar. İşte, mesela yeni birisi bunda deb baqsin. Bir tajribaxona bor ekan. O tajribaxona nurg'unlagan qutlarda, produktlar, dorilar bor ekan. Bir shamol chiqiblar, hammasi o'rilib ketib, bir-biriga aralashib, har xil dorilar paydo bo'lib qopti. O dorilarning birisi zukam paydo qilgan, birisi bosh og'riq paydo qilgan, birisi uning paydo qilgan deb o'sha desa. O gapga ishonimizmi billah? Qaysini ishonaysizlar? Mali ben işlemeymem. Yaxshi. Hech qanaqa odam buni ishonmaydi. Hammadan biladi-ki, dorini insonlar yasaydi, shundami? Shundaq dori yasashni biladigan, nihoyatda bilimlik, dorigarliklar doktorlikda o'qigan, ashunda insonlar nurg'un tadqiqot qilib, nurg'un vaqtini chiqarib, ondan keyin shundaq foyda qilgan dorilarni tepib yasab chiqaradiganligini hammamiz bilamiz. Ya'ni hech qanday narsa o'zidan paydo bo'lib qolmaydi. Endi shundaq kichik dorining o'zidan paydo bo'lib qolmaydiganini bilganimizda, endi qarab boqaylik. Olamga qarab boqaylik. Olamda nurg'unlagan yulduzlar bor. Shundami? Sanoqsiz, hatto olamning chegarasini degan bilmaymiz hozirgachilik. Shundaq sanoqsiz yulduzlar bir olamni o'zidan paydo bo'lib qolgan desa, buning aql sig'amdi vallah. Hargiz aql sig'maydi. Hargiz aql sig'maydi. Endi birisi kelib, shunda bir olam bor ekan, o'zidan paydo bo'lib qolibdi ekan to'q. Bu olamdagi mush yulduzlarning hammasi aşı bir intizom bilan ashunda harakat qiladi ekan, bir-biriga so'qishib ketmaydi ekan deb ashunda bir nimalarni qo'yib qo'ygan bo'lsa, bu hargiz aqlga sig'adigan narsa emas. Ya'ni mushundaq cho'ng olamningki har vaqt ashu insonga qilgan asosda o'xshash bir vaqtda ashundaq bir yuz beradi. Masalan, ba'zi anglab qolamiz xabarlarda 50 yilda bir ko'riladigan quyoshning tutilishi bo'ladi degandek bir xabarlar bo'ladi. Shundan soat manchadan mancha ketgan chog'da falon yerda ko'riladi degan xabarni necha oy burun bizga beraydi. Bunun sababi nima? Chunki mush yulduzlarning harakatining hammasining qonuniyatli bo'lganligi uchun, hech bir vaqt ayzig'mazga ketmaganligi uchun shundaq bir qonuniyatlar shuni o'tirg'i chiqqan. Buning bir cho'qim buni yaratgan bir zot albatta bor. O'zidan paydo bo'lib o'zini harakat qilgan ish mumkin emas. Bir zavodni o'ylab boqaylik, bir zavodni o'zidan harakat qilib bir narsa ishlab chiqargan hech kim ishonmaydi. Shundami? Cho'qim zavodda cho'qim ishni boshqaradigan odam bor deymiz. Boshqargan odam bor zavodni, anadagi shu zavod ishlaydi deymiz. Hech qanday odam bo'lmasa, u zavoddagi narsa to'mirdan boshqa narsa emas. Zavodning o'zi shunday, to'mirdan boshqa narsa emas. Ya'ni mushundaq olamdagi narsaga qarab boqqan vaqtimizda, kichikroq narsani tafakkur qilib boqqan vaqtimizda Allohning borlig'ini aqlimiz orqali bila olamiz. Shunlashqa Alloh taolo butun insonlarning hammasiga aqlni bergan qaranglar. Mayli u kofir bo'lsin, mayli musulmon bo'lsin, butun insonga aqlni bergan. Ota-onasi otashparast bo'lsin, ota-onasi boshqa bir dinda bo'lsin, u bola cho'ng bo'lgandan keyin qana qiladi, jamiyatda nurg'un narsani o'rganadi. Aqlini ishlatadi, shundaqmi maktablarda o'qiydi, har xil ko'z qarashli odamlar bilan tanishadi. Hamda hayotida bir inson, anaqa musulmon yo'q, hech bir yer yo'q. Hamma yerda musulmonlar bor. Musulmonlar bilan tanishadi. Tanishmagan, yuz ko'rishmagan holatdami internet bor hozirgi dunyoda. Shundaqmi xabar bor, kitob bor, hamma narsadan bu bilgini ola oladi. Har qanday bir inson o'shaning bilgisini ola oladi. Şu insan eğer şunu görüşünü xalasa, şunu bilişini xalasa. Eğer bu insan aşını bilişini xalasa, voy men to'g'ri yo'lni topaychu deb o'ylagan bo'lsa, Alloh taolo u kishini hidoyat qiladi. Hargizmi uni kofirpet tashlab qo'ymaydi. Endi qaranglar. Endi Alloh taolo bizga shunday tug'ilgan chog'imiz Allohning to'nidan qilib yaratdi. Sezgilarimizni berdi, aqlimizni berdi. Yenichu Alloh taolo yeni Allah'ın tanıyamay kalmışsın muş benden. Ah kıyamet günü mening azabıma uçrab kalmışsın depçu peygamberlerine evet qaranglar. Allah Teala bizni azaplanmaslik uchun, hem bizni
to'g'ri yo'lni tepishimiz uchun bir inson bahoni topolmaydigan darajada hamma narsani bizga berdi. Tunji inson Odam alayhissalom yaratilgandan tortib qarang. Odam alayhissalomdan tortib oxir payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ummatichilik butun ummatlarning hammasiga payg'ambarlarni avatdi. Shu ummatni ogohlantirish uchun, to'g'ri yo'lni tepish uchun, Allohni tunish uchun, ashlarga jannat bilan xush bishorat berish uchun, do'zaxdan panohlik ogohlantirish uchun har bir qavmga Alloh taolo shundoq ogohlantiradigan, ashlar Allohni tunutadigan payg'ambarlarni avatdi. Bu payg'ambarlar o'zining qavmiga shu Allohni tunutdi, butun vazifasini jon jahlan ado qildi. Ba'zi payg'ambarlarga Alloh taolo kitoblarni tushirdi. Kitoblardan ahli tunib olsin deb. Ana bizning payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam uchun Alloh taolo Qur'on Karimni tushirdi. Bu Qur'on Karimda Alloh taolo o'zining butun olamni yaratganligini Alhamdulillahi robbil alamin deb boshlaydi Qur'on Karim, shundami? Alhamdulillahi robbil alamin. Degan gap butun olamlarning Robbi bo'lgan Allohga hamd sano aytaman deb turib boshlaydi Alloh taolo Qur'on Karimni. Olamlarning Robbi Alloh taolo deb turib boshlaydi. Ya'ni bu Qur'onni o'qigan vaqtimizda biz Allohni haqiqiy tuniy olamiz. Ya'ni jig'ib aytgan chog'da aqlni shitibmi shundoq Allohni tuniy olmay qolmasin deb Alloh taolo qanday qilibdi? Payg'ambarlarni avatibdi, kitoblarni avatibdi. Endi nima qilsin bizga? Nima qilib bersin insonlarga Alloh taolo ya'ni o'zini tunitish uchun? Bir insonning Allohni tunimaslikqa hech qanday bahonasi qolmadi. Alloh taolo uningga tug'ilgan chog'da o'zini tunitgan qilib yaratdi. Agar unday bo'lmagan bo'lsa qanday bo'ladi desanglar, bahonasi bo'ladi insonniki. Voy men kafir ayol tug'ilib qolganligim uchun shu men musulmon bo'lolmadim deyish mumkin. Yo'q, sen kafir, sen men tunigan holatda musulmon holatda yaratilding sen deb Alloh taolo uningga hech qanday bahonani qo'ymadi. Sezgi azolarimizni berdi, aqlni berdi, payg'ambarlarni avatdi, kitoblarni avatdi. Ondan keyin bu dunyoda-chi hozir yashayotgan hayotimizda payg'ambarlarning varislari bo'lgan olimlar bor, nurg'un kitoblar, Qur'on Karimdan boshqa Qur'on Karimni hech bir degan nurg'un kitoblar bor. O kitoblar-chi har xil, har tilda bor. Hamma yoziqlarda yozilgan. Undan bo'lgandan keyin insonningki Allohni tunimaslikqa hech qanday bahonasi qolmadi. Endi bir kishi kelib, Alloh meni hidoyat qilmaganligi uchun men kafir bo'lib qoldim desa, to'g'rimi ekan? Hargiz to'g'ri emas. Alloh o kishini hidoyat qildi, lekin o kishi hidoyatni xohlamadi. Hidoyat bo'lishni xohlamaganligi uchun u kafir bo'lib qoldi. Endi men shundoq aqabiyatdan qisib olibdi, shundaymi? Ya'ni men Allohni tuniyolmaganligim uchun kafir bo'lib qoldim. Ya'ni Alloh taolo meni qiyomat kuni azob qilsa, o haqsizlik bo'lib qoldi, adolat bo'lmaydi. Desni deymiz buningga? Nima deymiz? Deb javob beramiz. Endi qasamda. Deb biring. Allah musulmon bo'lishing uchun payg'ambarlarni avatdi. Payg'ambarlarni avatdi. Lekin masalan tabiatni o'zini yaratib qolmaganligidan dalil berdi. Dalil berdi boshqa. Aqlni berdi. İnsan şunu işitishni xohlamagan bo'lsa qana bo'ldi? İşitishni xohlamagan. Sog' salomat. Sen meni qanlarimga bo'ysunmading deb dedi. Menga bo'ysunmading, meni tunishni xohlamading, hidoyatni sen xohlamaganliging uchun seni hidoyat qilmadim dedi Alloh taolo, shundaymi? Endi bir kishi mening hech bir gunoyim yo'q, qiyomat azob chekish adolatsizlik bo'lsa, to'g'rilamda gunoyi bormi? Gunoyi bor, shundaymi? Ya'ni o'zini yaratgan Rabbini tunishdan iborat bir vazifasi bor. Aqlni ishitish kerak. Aqlni ishitish kerak, quloqni ishitish kerak, ko'zni ishitish kerak. Shundan ishlatmagan bo'lsa, u kishi gunoh bo'lamdi? Albatta bo'ladi. Qarang, Alloh taolo bir masalan bir kofirg'imi qanday qildi ekan, sana bir hidoyatning bir yo'lini ko'rsatib qo'ydi ekan. Ya uni bir musulmonlar bor, bir muhitga akab uni ko'rsatdi ekan. Yoki bo'lmasa oldiga shu dinga aloqador, Allohni tunuydigan aloqador bir kitobni yoki bo'lmasa bir alomatlarni uni oldiga uchrashtirdi ekan. Degandek bir yo'llarda Alloh taolo uni uchrashtirdi.
Ama lekin o kishi uni uchrashni xohlamasa, uni ko'rishni xohlamasa, anglashni xohlamasa, o kimning gunohi bo'ladi? Shu kishining, o bandaning gunohi bo'ldi. Shundaqmi? Bandaning gunohi bo'ladi. Endi u qiyomat kunisi azob chekishga haqliqmi? Albatta haqliq. Albatta haqliq. Yaxshi. Bizda hamma ilanishda deb ham qutuldi do'zax azobi. Ha, nimadan shunday qutuldi? Alloh taolo kitobni Qur'on Karim bekor berdim bizga. Payg'ambarlarni bekor abatdimi bizga, shundaqmi? Har bir qalbga abatdi. Ha. Yana shu payg'ambarlarning davrida yashab baytimizni Shuna bo'lishini abatdi. Ha, yaxshi. Payg'ambar alayhisalom davr yashayotgan haliqi mushriklarning payg'ambar alayhisalom o'z og'zilariga oqlandirdi, ha. O'z og'izlaridan da'vat etdi. Qanday qildi ular? Ular takabburlik qildi. Mo'jizani ko'rsatdi. Mo'jizani ko'rsatishmadi. Ha, yaxshi. Bugungi kunimiz uchun nurg'ulg'an mo'jizalar ko'z oldimizda. Nurg'ulg'an mo'jizalar uchrab turdi. Nurg'ulg'an Allohning to'ndirgan hikmatlar uchrab turdi. Masalan, og'rib qolamiz, nurg'un insonlar og'rib qoldi. Shifoni kimdan topadi? Faqat Alloh topadi. Alloh beradi. Allah shifoni Alloh berib tursa-mu, yana Allohni tunimaydi. Shundaqmi? Ondan keyin yavatgan, ichayotgan narsaning hammasini kim beradi? Alloh beradi. Alloh beradi. Yana Allohni tunimaydi. Yana Allohni tunimaydi. Malla Ha? Allah degan meni Allah degan asnasini mo'jizasini ibratdasin ibratdasin asqam o'tgan qavmlarniki bu qissalardan bayon qilgan ibratdasin deb. Ha, ibratdasin nurg'un qissalarni bayon qilgan. Yaxshi, mashallah. Mashallah sizlarga. Endi darsimizni xulosalsak, ya'ni Alloh taolo butun insonlarning o'zini yaratgan Rabbini tunish uchun mana shunday 4 xil hidoyatni bergan. 4 xil hidoyatni hamma tushundinglar. Yaratilish Allohning tunidan qilib yaratgan, sezgi a'zolarimizni bijirim qilib bergan, bizga aqlni bergan, payg'ambarlarni avatgan, Qur'on Karimni nozil qilgan, shundaqku. Yana Alloh insonlar yana Allohni tunimagan bo'lsa, u o'zining gunohi. Shuni Alloh taolo Qur'on Karimda nima degan? Xohlagan odam musulmon bo'lsin, xohlagan odam kofir bo'lsin degan. Alloh taolo hamma hidoyatni senga bir bo'lib, onundan keyin xohlasangiz musulmon bo'ling. Ha, xohlasangiz musulmon bo'ling, xohlasangiz kofir bo'ling deb bizga ixtiyorlikni bergan. Ixtiyorlikni bergan. Kofir bo'lsa, ya'ni o'zida musulmon bo'lsa baxtimiz ketadi. Yaxshi, mashallah. Mashallah sizlarga. Shundan darsimizning mazmuni tugadi. Topshiriqni berib o'tay bola sizlarga. Topshiriqimiz Allah ishonmaydigan butparastlar va otizmlarga qarshi qanday raddiya qaytarasiz degan savolning javobini yoza olsang uyg'urcha yozib qo'yilsanglar bo'ladi. Yoki bo'lmasa faqat yozolmayman deydiganlar bo'lsa so'zlab yo'llab bersanglar bo'ladi. Mushuni bek yaxshi yozishtirishinglar bolalar. Yaxshi yozsanglar men tanlab turib to'rbatga chiqaraman isminglarni. Benim bir so'z bor, so'rsam bo'ladimi? So'rang. Malum bazen insanlar degan mesela beşabeler nasıl gelse Allah takdirdi şunlar zitken şunlar buptu deyken bu kadar düşünce hata deyken Allah degan lavul mahfuzdan nasıl bo'lgan nimish qamisi inson ajnabiy bo'lgan qanda oxiratni qanday bo'lganligini bilib turib yana ishonamiz sina qoldi. Biz bu darsda o savolingizga men birdan javob berib olmayman. Oldimizda taqdir to'g'ri so'zlaymiz darsni. Ham hozir nimadan ko'ryapsiz bo'ldi. Şu bizning to'r betimizda bilimxumarlar.com kirsangiz, ashuningda darsda taqdirga ishonish degan bir darsimiz bor. Ash darsni olsangiz savolingizga qanoatli javob topa olasiz. Muallim. Ben deyman deb tanlagandim amay. Bence Allah'a ishonmay boy yashagandan Allohga ishonib kambag'al yashash daha yaxshi. Yaxshi, maşallah sizga. Maşallah. Allah hammamizni boy qilib bersin dunyo oxiratda. Bo'ldi. Endi kart o'ynab boqamdik bollar. Mayli. O'ynamsizlar? Mayli. Mana chatga berasiz. Ha? Ben bundan soraydım. So'raman. Bayan radiyasi deb bir narsa dedingiz bu. Aslan tushunmadim. Ha, tushunib qo'yayman, ha. Allohga ishonmaydigan butparastlar va otizmlarga qarshi qanday raddiya qaytarasiz degan savolni tushunmagan bo'lsam tushunib qo'yay.
Allohga ishonmaydigan gapni tushunasizlar shundan, butparastlarni tushunasizlar, butga e'tiqod qiladigan kishilar shundaqku. Otizmchi degancha Alloh yo'q deb qaraydigan kishilar bo'llar. Hozirgi zamonda otizmchi nihoyatda ko'p. Xitoylarning hammasi otizmchi, hammasi degida ekan. Hammasi degida otizmchi. Ya'ni Allohga ishonmaydi. Ondan boshqa hatto shunday musulmon oilada cho'ng'ayotgan ba'zi bolalarmi hamda ko'nglimiz nihoyatda yerim qonatda qanotdim men otizmchi deb uch qashqar o'zini e'lon qilganini ko'ryapmiz. Shunday Allohga ishonmaydigan, Allohni inkor qiladigan kishilarni otizmchi deymiz. Shunday butparast otizmchilarga qandaq raddiya qaytarsiz? Endi raddiya qaytarsiz nega qandaq qarshi gap qilib ashani qayil qilasiz degan gap. Ashlarni qandaq qilib qayil qilalaysiz? Ularning xatoligini tepib chiqib, to'g'risi ma'u deb asana raddiya qaytargan bo'lsa. Sening mandaq xato, ma to'g'risi asli ma'u deb asana raddiya qaytargan bo'lsa.